Hali bitta mashina ko'rdik-ku. Mayli endi. Kibirga berilmayapti. Ya endi. Yaxshi ketyapti lekin. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun yakshanba, biz Sergeli mashina bozoridamiz Husan akam bilan. Xudo xolasa ko'pchilik yili JMdan charchadik, bizga boshqa mashinalarni ko'rsatinglar dedinglar. Bugun sizlarga trendda bo'lgan, hozirgacha kunimiz trendda bo'lgan Kia Sonet mashinasini ko'rsatib chiqamiz. Sizlarga qanaqa tekshirishi, qayerda qarashi, hammasini ko'rsatib boramiz video davomida. Bo'lmasa boshladik. Mana bizda birinchi mashinamiz tayyor, 2025-yil Kia Sonet. Bismillah. Tak, Kia Sonet. İchi katta ekan u. Yangi. Assalomu alaykum, okajon keling. Salom. 20 metrga holatini endi qaranglar. 20 metramiz bo'ladi, plavniy bo'ladi-da. Bu yerda razrez bo'ladi mana shu. Cho'rt kesilgan bo'ladi. Ha, Nexa'larda boshqada ulanib ketgan bo'ladi. Bunda mana shu kesilgan, bu zavod hisoblanadi. Rangi o'sha sariqroq bo'ladi. Shu razrezidan mana shu bo'linmasidan e'tibor berishga, mana shunga e'tibor berishimiz kerak. Birinchi e'tibor beradigan narsa. Birinchi bor e'tibor qilmasanglar. Mana shu 20 metrga qattiqligi mana shu razrez, mana shu Kia Sonetlarda endi mana shunga e'tibor beramiz. Endi bu yangi mashina, prosta o'rgatyapsiz. Ha, hozir o'rgatganingda yangi mashina, prosta ajratishi qattanligini tushuntirib o'tyapmiz. Mana bu yerda 20 metrga ham razrez bor-da endi. Jotki buni shpatildan kesib qilganda plavniy turibdi. Mashina qanaqasidan ajratiladi-da, keladi. Mashinadan ajratiladi. Ha, splashnoy qo'yib yubormaydi-da. Agar almashgan eshik bo'lsa, o'z-o'zida qo'yishsa, splashnoy qo'yadi. Agar chetda quyilgan bo'lsa, o'zi chetdan kelyapti aslida. Bir xillari quyilmagan, bir xillari quyilgan kelyapti. Quyilganda mana shunaqa quyilgan bo'lsa, demak, zavodga quyilgan bo'ladi. Nimasi chetdan kelyapti? Zapchas. Ha, zapchas chetdan keladi. O'tda ham quyib kelyapti, u ham qattiq kelyapti lekin. Mana endi unda mana shu rangi bor, u germetgan rangidan ajratamiz. Bu Kia Sonet o'zimiz uchun chiqarilmaganmi? Yo'q, u yerdan keladi. Mana shu germetgan rangidan ajratamiz. Mana pufelardan ajratamiz. Mana shu chiqyapti, zavoddan shunaqa chiqadi. Bu zavodga. Mana qarang Husan aka, hamma bozorda mashina olishni biladi-da, misol uchun. Biladi, qisman. Qisman ko'rib biladi, lekin rasmiy salondan kafolatlangan mashinani olishi qanchalik osonligini bilarmisiz? Yo'q, garantiyasi bilan bormi? Bor shunaqasi. Mana avtoelondagi okalar, mana oldin alohida qidirib yurardingiz, eslasangiz. To'g'ri, u salonga borasiz, bu salonga borasiz, narxlarni solishtirasiz, vaqtingiz ketadi, solishtirishga ham qanaqadir hisob-kitobga chalkashasiz, bilmay esingizdan chiqib ketadi. Hozir avtoelondagilar nima qilgan? Mana endi avtoelondagilar rasmiy diler bo'limi paydo bo'lgan. Bu yerda misol uchun O'zbekistondagi istalgan avtosalondan rasmiy avtosalonlarni bitta prilojeniyani o'zi ko'rish mumkin. Hammasi oddiy, misol uchun mana bo'limga kirasiz, misol uchun avtoelon deb izlaysiz. Avtoelon. Mana chiqadi. Mana rasmiy diler bo'limiga kirasiz. Deylik, misol uchun mana haval yoqdi sizga, to'g'rimi? Itogisini ko'rib chiqasiz hamma joyini-da. Misol uchun tanlagan mashinangiz bo'yicha menga qo'ng'iroq qiling deb salonga yozdirasiz, nomeringizni qoldirasiz. Mana misol uchun 99lik 840 63 80. Men nomerimni misol uchun yuboraman. Yuborasiz. Ular sizga qilishadi. Qanaqa to'lov turida belgilashadi. Misol uchun persiyani farqi yo'q. Kelishasiz, shartlarni batafsil sizga hammasini tushuntiradi. Kafolatlangan 100% aniq garantiya bilan berishadi. Ishonchli ekanda bu. Ishonchli. Xullas, agar kimga shunaqa priloyeniya kerak bo'lsa, pastda opsiyasini ham qoldiramiz. Avtoelon o'zidan yangicha rasmiy diler bo'limi paydo bo'ldi. Shu o'rda. Bu yerda xuddi shunaqa razrezi bor. Zavodga razrezi bo'ladi. Bu yerda razrez, bu yerda ham xuddi shunaqa razrez. Ichi folumatoviy bo'ladi. Lakli bo'lmaydi. Axlat yaltirab turadi, unaqa bo'lmaydi. Folumatoviy bo'ladi. Aha. Bu yoq ham folumatoviy, bu yoq ham folumatoviy bo'ladi. Zavodga o'tiribdi. Poliga e'tibor beramiz. Poli shu oldingi mashinaga o'xshab chala sepilgan bo'ladi. Robot sepadi bu yerda. Shuning uchun robot tepadan sepganiga o'tga changga o'tiradi. 20 metrgacha shu sariq turibdi. Zapasga tushmagan yaxshi. Nima deysiz o'zi, ko'z sharaflama tavsiya berasizmi? Yo'q, mana shu mashina ko'pchilik boshida ko'rinishi u budi, lekin hozir trendga chiqdi. Shaharga zo'r. Nimaga zo'r? Katta emas-da, ixcham. Zo'r yurishi ham yaxshi lekin. Motor holati. Trekker olib qo'ydi, lekin. Trekkerni bu urib qo'ydi lekin. Mana shu qadar o'ylayman. Trekkerdan ko'pchilik mashinaga o'tyapti. Kia'dagilar bilsanglar bilasizlar, reklama tekin ketyapti. Xullas, odamlarga mana qisman bo'lsa ham o'rgatib ketyapmiz.
ozgina kuzov haqida ham ma'lumot berib o'tib ketyapmiz. Demak, tavsiya qilasiz. Tavsiya qiladi, mashina yaxshi. Shaharda hozir ko'pchilik olyapti, o'zini yo'lda tutishlari yaxshi bo'lyapti. Eng kerakligi parkovkaga zo'r. Sal ixchamroqligi uchun ko'pchilik talab. Ichi keng. Bitta shu bagajini demasak, qolgan hammasi yaxshi. Endi shaharda yurganga bagaj kerak emas. Конечно. Probegini ham mescho kiyalarni bo'yini tekshiraveramiz. Xudo xolasa. Xo'p, mashinamiz 2025-yil narxiga keladigan bo'lsak 18,5 ming nomer qoldiramiz. Telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Mana shu mashina bozorda turibdi hozircha. Bizda navbatdagi Kia Sonetimiz qora rangda. Xudo xolasa buni ham tekshirib, sizlarga narxlari bilan oxirida xulosalarimizni aytamiz. Boshladi. Boyaga aytganimizdek, mana qorasida ham xuddi shunaqa momentlar polumatoviy bo'ladi, germetikasi, razrezi bilan bo'ladi o'rtasida. Bu yog'i ham mana razrez bo'ladi. Aha. Quyilishiga e'tibor beramiz, qattiq yumshoqligiga e'tibor beramiz. Mana qattiq turibdi. Ichki holati toza demak. Mana qarang. Ko'k qorada. Ha, ikki xil ko'rinyapti. Lekin buni tadbirini faqat kompyuterda chiqarsangiz kerak. Kompyuterda. Endi hozir qo'lda qilib chiqarish qilishyapti zavodda. Sotgan zavodga fakrasishnilar ham sotadiganlar. Chiqaryapti. U ham 100% bo'lmaydi. Ozgina podyonga talab qiladi. Har bitta mashina ozgina yurganda kuyadi. Sal podyonga qorish kerak bo'ladi. Toza ekan, kapot ham toza ekan. Polirovka talab ekan-a? Bitta endi qora shunaqa narsaki, o'zing san deb uni sizlashing kerak. Mana bu boyaga hozirgi kiyada shunday chiqadi. Zavodga shunaqa chiqadi. Nimaga tegib qolishi mumkin deb? Yo'qda buksavat qilasan-ku, shunda tosh tegadi. Lasettilarda, kobitlarda tosh tegadi. Bor, ha. Shu qo'ysang mana shunaqa. Bu zavod chiqaryapti o'zi yaxshi. Ichi ham yaxshi turibdi. Butun. Ham butun. Salom. Nima mashina? Kia Sonet. Yo'q, Hyundai Sonat. Anaqa. Xo'p, bu mashinamizni ham ko'rib chiqdik. Mashinamiz 2024, lekin salondan 2025 olib chiqqan ekanlar. Probegimiz 18400 halol ekan. Nomer qoldiramiz. Bu mashinamizga 16000 so'rashyapti. O'tib beradigan joylari bor ekan. Atsakdan boshlaymiz har doimgidek. Xo'p, Sonet so'raganlar uchun boshladik. Boyaga germetikamiz haqida, mana germetikamiz razrez bo'lar ekan, mana bitta razrezi bu yoqda. Yana ikkita joyda razrez bo'ladi. Kesilgan, cho'rt kesilgan davomimiz. Bu yoqda ham, bu yoqda ham. Bu ikkinchi oq ko'rishimiz, ikkinchisi ham xuddi shunaqa bir xil. Boyaga qanaqa bo'lsa, bu ham shunaqa ekan. O'z bozorda ikki xil rang bor ekan-da. Boshqa ikki xili chiqdi, boshqalari chiqmabdi. Qora, razrez bo'lar ekan, kesilgan bo'lar ekan. Plavni yana qattiq, sarg'ish bo'lar ekan. Demak, zavod, endi birkamiz bo'lar ekan. Hatto plyonkalar yo'q ekan bunda, bularga qo'yishmagan ekan. Tak, bu zavodskoy, zavodda mashina ekan, yangi mashina. Hozir zavod turibdi. Boya aytganimizdek, ichi oq bo'lishi kerak, seriy oq. Endi oq mashinaga oq sepilgan, qorada qora bo'ladi. Lekin qanotda asnovasi seriy bo'ladi, seriy. Yo'qdan seriy. O'shanga e'tibor beriladi. Har doimgidek boltlarga e'tibor beramiz. Boltlar joyida. Keyin nozik joylari ham bor, yengilarda mana shunaqa kraskalab qo'yadi. Bu hamma joyida bo'ladi kraska. Tekis bo'lsa, o'sha tizig'iga to'g'ri kelgan, deb volt surilmagan bo'ladi. Agar surilgan bo'lsa, bu hech qachon joyiga kelmaydi. Uni yoki ular bozorchilar ma'rifat qilib surib qo'yishadi. U ham bilinadi, endi ma'lumot uchun shularni aytib o'tyapmiz. Shuni ham e'tiborga olinglar. E'tiborga olasizlar, shuni ham. Hamma boltida bo'ladi. Mana misol mana qo'yib qo'yibdi, kesilgan, kraska sepib qo'yibdi. Tizib qo'yganda ularda ham bor. O'sha qo'lida o'sha marker bo'ladi. Tekshirdim deb, keyin tekshirgan o'sha odamni kichkina belgi qilib qo'ygan, palonchi tekshirdi, palon zavodda yozib qo'yadi. Hammasida bo'ladi. Orqa oynasida bo'ladi. Bu usulitini plan yana pol matoviy turibdi. Bir xil turibdi. Ola bo'l emas. Shunga e'tibor beriladi. Mana keladi shunaqa da tekshirish mumkin ekan. Shularga e'tibor berish kerak. Atsak tushuntirdik. Lanjero o'sha oldingidek ko'chiradi, germetika, tochkalar, boltlari, ichidagi ranglaridan tekshiramiz. Demak, atsak ma'lum bo'ldi. Shuna o'tiramiz, yoniga shunday qaraymiz. Yoniga qaraganimizda mashina zavod bo'lsa, yangi bo'lsa, tekis bo'ladi. Deformatsiya bo'lsa, ana o'shanda samleniya bo'ladi, shunda ko'rishimiz mumkin. Mashina olishdan oldin обязательно tekshirtiringlar baribir. Bizagami, boshqagami farqi yo'q, o'zingizlar uchun. Endi bu hozir aytayotgan ma'lumotlarimiz oddiy odam bizani endi chaqira olmasligi mumkin, uzunroqda bo'ladi.
Mana shu narsalarga e'tibor berasizlar. Shunaqa mashinaga mana shu razrez bo'ladi, sarig'i bo'ladi, и plavniy bo'ladi. Shularga e'tibor, voltiga e'tibor berasizlar. Volti yechizi teg qiriladi yonlar. 6ta burchagi bo'ladi, 6ta burchagi qatida qiriladi. Shunda yechilgan bo'ladi. Bu ham yechilganda bir xil podgonkaga yechadi. Bir xil endi almashtirgan bo'lsa yechish mumkin. Like, comment, подписка. Biz ijodga qaytdik, lekin prosmotrlarimiz kam bo'lyapti. Buning uchun sizlar ham ozgina podpishka qilib yuborsanglar, like tomonlama prosmotr otib beradi. Xudo xolasa. Ulashinglar do'stinglarga. Bu misol uchun like bossa bizga pul kelmaydi. Pul kelmaydi. Prosta prosmotr yaxshi bo'ladi, u qolganlarga ham foyda bo'ladi. Shunaqa, xuddi shunaqa. Shunga boshqa narsaga emas. Biz u bilan boyib ketmaymiz. Prosta ma'lumot uchun chiqyapmiz. Agar ma'lumotimiz yo'qotgan bo'lsa, o'zingizlar kommentariyada e'tibor berasizlar. U texnikasi qanaqa yechish kerak, ko'chada qolib ketsa nima qilish kerakligini kitobi bo'ladi hammasini. Nimaga bizda kitob yo'q? Yo'q, bor, hamma Google'da ham hammasida bo'ladi. Menikini yo'qotishganmi yoki? Dogovor ekan bu. Instruksiya narisda. Instruksiya. Dogovor ekan. Toza turibdi. Aha. Shagrin bir xil, lekin shagrinchi приятный turibdi. Shagringa jimir-jimir bo'lsa, приятный yaltib turibdi. Yaltirab cho'tki turibdi. Razrez aytdan ingichka ekan. Bu yo'q qalin ekan. Yog'i yupqa ingichka bo'ldi. Bu yoq tarafda ham chetida ingichka ekan mana. Formasi boshqa ekan buni. Bu yoqdan ingichka ekan. Demak, to'rttalar. Kobaltda naborot, kobaltda mana shu ingichka, bu yoq qalin. Demak, buni to'rttasida hammasi ingichka bo'lar ekan. Zavodskiy shunaqa. Aha. Bu yoqda ham shunaqa. Mashinani to'liq ko'rib chiqdik. Mashinamiz 2025-yil, 3000 probekda, holati idealli, top-toza. Bu mashinamizga 17,5 ming so'rashyapti. Nomer qoldiramiz. Bemalol telefon qilib baraka qilishinglar mumkin. Sog' bo'linglar. Xo'p, syomkamiz ham tugadi. Bugungi syomkamiz. Bugun sizlarga Kia Sonetni qanaqa qilib tekshirish sirlarini Husan akam bilan birgalikda sizlarga ko'rsatib bordik. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Biza ko'payishimiz kerak. Inshaalloh. Va do'stlarga ulashishinglar mumkin. Keyingi video nima bo'lishini xohlasanglar, kommentariyada yozinglar. O'shani inobatga olib, biz o'shanga qarab video chiqaramiz. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling.